10 sotixli yerimizni 75 ming dollarga sotuvga chiqyapti. Dokumentalniy 10 sotiq o'zi hozirgi holati 12 sotiqdan iborat, 2 sotiq zaxvat qismi ham bor. Mana 6 xonali fundamentlarni ham qo'yib qo'yishgan. Bu tarafda o'zini xonalari ham bor, 5 xonasi bor, yashash sharoitlari bor. O'tni biz tashab, bu yerda davom ettirib olsanglar bo'ladi yoki bu yerda davom ettirguncha bu yerda yashab tursanglar ham bo'ladi. Fundamentlarni ko'rasizlar, tayyor holatda bo'lib turibdi. Lokatsiyani tushuntirib beraman. Lokatsiyamiz Yangi O'zbekiston bog'idan 7 kilometr o'tganda Yangi bozor kelganmiz. Yuqori Chirchiq tumaniga kiradi. Yerimizning holatini ko'rasizlar, tekis kirdi chiqdi, joylari yo'q. Yerimiz tekis holatda bo'lyapti. Aytib o'tganimni 10 sotiqi 75 ming dollarga sotuvga tushyapti. 2 sotiq sizga bonus bo'lib o'tadi. Bu tarafga aytib o'tganim mana shu fundamentlarni o'zingizlar qurilishini davom ettirib olsanglar bo'ladi. Bemalol chiroyli imorat tursanglar ham bo'ladi. Bu yerda yashab tursanglar ham bo'ladi. Keyinchalik bu yerda biz yashasanglar ham bo'ladi. Aytib o'tganim xonalar soni 5 xona. Pastda egalarni nomerimizni qoldiramiz. Bemalol qiziqqanlar telefon qilib, savdo barakasini qilsanglar bo'ladi. Yana o'tib beradigan joylari ham bor deyishyapti. Bemalol pastdagi nomerga telefon qilsanglar bo'ladi.